Assalomu alaykum. Oqqo'rg'on tumani 2-son politexnikumi 2025-2026 o'quv yili uchun 9-sinf bitiruvchilarini quyidagi kasblarga qabul qiladi. Avtomobillarni ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish. Elektromobillarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash. Ular quyidagi kvalifikatsiyalarga ega bo'ladilar. Avtomobil dvigatellarini tashxislash va ta'mirlash chilangari. B yoki BS toifali avtomobil haydovchisi. Qutqaruvchi haydovchi. B yoki BS toifali avtomobil haydovchisi. Traktorchi mashinist. B yoki BS toifali avtomobil haydovchisi. Tikuvchilik kasbiga dual ta'lim shaklida qabul qilamiz. Bunda o'quvchilar ham o'qib, ham ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Oqqo'rg'on tuman 2-son politexnikumi 2025-2026 o'quv yili uchun kamida umumiy o'rta ma'lumot negizida bitiruvchilarni quyidagi kasblarga o'qishga qabul qiladi. Moliya, dasturiy injiniring, elektr uskunalarini ta'mirlash va ularga xizmat ko'rsatish bo'yicha elektromonteur.